Vulkanizatsiyada shuncha ko'p rasxodnik va instrument ishlatilishini bilmagan edim. Kelinglar hozir bitta hammasini ko'rib chiqamiz. Ketma-ketlikda boshlaydigan bo'lsak, montirovkamizni. Bunimiz 28 mm lik. Narxi 70 ming so'm, 24 mm ligi ham bor, 60 ming so'm. Bundan tashqari bunaqa uchi qayerganligi ham bor. Buni nimaga ishlatilishini bilmasanglar, ballonni chiqarayotgan paytda diskani ustidan aylanib o'tib, ko'tarishga osonroq bo'ladi. Chem mana bu joyga qaragandan ko'ra. Ikkinchi variantimiz ham bor. Rezinkali varianti. Buni ham shu uchi qayilgan bo'ladi. Bir yoqtomon rezinka. Diskani qirmasligi uchun ham ancha foyda beradi. Bunisining narxi bo'lsa 48 ming so'm. Tashqari jugutimizda bor, ballon yamashki, ya'ni bu ballonga mix, samarez, shunga o'xshash narsalar kirib qolgan paytda shularning o'rnini yamash uchun jugutimizda ham bor. Jugutimizning narxi 23 ming so'm. Gruzikimizda bor, saka diskali uchun lipuchkali, narxi 62 ming so'm bo'ladi. Bitta lentasida 50 gram bo'ladi. Molotokimizda bor, gruzik tosh qoqish uchun, yechish uchun. Bundan tashqari bunaqa qirrali joylari bor. Shu joyi ham ancha asqotadi lekin. Bunimizning narxi 79 ming so'm bo'ladi. Qara, gayki yurtimiz 1,5 Nm vazdushnik. Narxi 825 ming so'm, Avtomaster brendi bo'ladi. Gruzavoylar uchun nasatkamiz ko'rsatlar bo'ladi. Narxi 55 ming so'm buni, manometrli bo'ladi. Ballonga dam urish uchun, niplech uchun atyorkamiz bor. Narxi 3 ming so'm, lehkoy mashinalar uchun. Bor mashinkamiz bor, naborli bo'ladi. Vazdushnik RDF 2011 model. Buni narxi 155 ming. Shila naborimiz bor. Bunimizning ichida bigizlari bo'ladi, ballon yamash uchun. Ichida o'zining отдельный juguti ham bo'ladi. Bunimizning narxi 55 ming so'm. Patkachka pistoletimiz ham bor, vazdushnik, maslinli bo'ladi, manometri aniq ko'rsatadi. Bunimizning narxi 72 ming so'm. Uchida yevro shtutsir, qo'shimchasiga Xitoy shtutsir ham qo'shib beramiz. O'zingizga mosini ishlatasiz. Skrebookimiz ham bor. Bu narsa ballonni yamashdan oldin qirib tozalab olish uchun yoki o'sha eski yamonni qirib olib tashlash uchun ham kerak bo'ladi. Shpatelimiz bor. Shpatelimiz eski saka diskalarda shu eski yopishgan lipuchka toshlarni qirib olib tashlash uchun kerakli bo'ladigan narsa. Hop, bunimizning narxi 13 ming so'm, skribokimiz 10 ming so'm. Roliklarimiz bor, yamo yopishtirish uchun 40 mm lik kattasi 39,5 ming so'm. 8 mm ligi bor, 12.400 so'm. Bunimizda bo'lsa, холодный latkalarni yopishtirish uchun kerak bo'ladigan tishi bo'rtib chiqqan bo'ladi. Narxi 30 ming so'm, 3 mm lik. Hop, cho'tkamiz bor. Bu narsa ballonni chetini moylash uchun kerak bo'ladigan cho'tka. 15 ming so'm. Qara, melimiz bor. O'zingiz uchun metga qo'yib olishingiz uchun narxi 4 ming so'm. Sasokimiz bor, nipple. Ochkada 100 ta bo'ladi, narxi 70 ming so'm. Playimiz bor, yamo yopishtirish uchun 90 ming so'm bo'ladi. Ballonni shu chetini moylash uchun pastamiz ham bor. Bu sariq ranglisi 60 ming so'm. Bu oq ranglisi bo'ladi, 40 ming so'm narxi. Qara, seri rezinamiz bor, rezinkali bo'ladi. 1 kilo 65 ming so'm. Yashil rangda bo'ladi. 3 kiloligimiz ham bor. Bunimizning narxi 195 ming so'm bo'ladi. Gruziklarimiz bor, har xil 10 gramdan 35 gramgacha, 10, 15, 20, 25 ketib turadi. Temir toshlarimiz bor, temir diski uchun 10 gramligimiz 60 ming so'm. Hop, 15 gramligimiz bor, 75 ming so'm. 25 gramligimiz bor, 97 ming so'm. Hop, bu yoqda 35 gramligimiz 65 ming so'm. Buning ichida 50 ta bo'ladi. Mana bu qolganlarida 100 tadan bo'ladi. Aynan mana shu 35, keyin 60 gramligimiz bor. Bularning ichida 50 tadan bo'ladi. 60 gramligimiz 70 ming so'm. Hop, 35 gramlik etdik 65 ming so'm. Bu yoqda 20 gramligimiz ham bor, 92 ming so'm bo'ladi narxi. Bundan tashqari seri rezinani xohlasanglar kilo olib, xohlagan kilolarda olsanglar bo'ladi. Buni trosligi ham bor. Yo'qda montirovkalarimiz bor. Gruzovoyki отбойный bo'ladi. Narxi 260 ming so'm. Bu yog'i lehkoyki montirovkalar 138 ming so'm. Hop, 117 ming so'm и 106 ming so'm. Vazdushnik domkratda 5 tonnaligini olib kelib qo'yganmiz. Hop, narxi 1,48 ming so'm chiqqan. Buni yig'iladiganlik varianti ham bor. Unimizning narxi 1,68 ming so'm chiqqan. Press kluchimiz ham bor. Hop, 17, 21, 19, 23 razmerda bo'ladi galoflar. Mana shu ko'rib turgan hamma rasxodnik instrumentlarni bemalol kelib do'konimizdan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Samarqand deysizlarmi, Xorazm deysizlarmi, Toshkent deysizlarmi, hamma filialimizda bo'ladi. Mayda rasxodniklarni bo'ladigan bo'lsa, uzun market ilovasidan bemalol zakaz qilib olsanglar ham bo'laveradi. Narxlari oshirilmagan, xuddi o'sha narxda bo'ladi. Manzillarimizni bo'lsa, Telegram kanalimizga kirsanglar, kanalimizda lokatsiya kanalining ham alohida silkasi bor. Shu yerdan bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Sizlarga agar shunaqa rasxodnik yoki instrumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz. Bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang.